Uzdil HTML asas dərsliki 3-cü qism HTML xarakter. Dərslikning asas məzmuni 1-ci HTML xarakter deganimiz nima? HTML xat kuchlarının xarakter qiymati bo'lib, xarakter elementlarining texnik ko'p sonliq uchurini aks ettirib berdi. Xarakter odatda ism va qiymatdan iborat ikki uchurdan tarkib topadi. Masalan, xarakter ismi tang qo'sh tirnoq ichida xarakter qiymati. HTML xarakter odatda boshlanish xat kuchining ishida boshlanadi. Masalan, tövəndə bir ulgu misal qaraydigan bo'lsak, hozir bu A degan xat kuchniki ulanish adresi, qiymati, uzdil chekitkum, xat kuch mazmuni, oxirlash xat kuchi. Buning unumini ko'rsak, uzdil to'g'ri degan bir ulanishdan birisi chiqdi. Agar men buningga H1, ya'ni o'ttirib to'g'rilansin, cho'ng tema holatdagi o'ttirib to'g'rilansin degan buyruq bilan badan qismininki tag rangi seriq rang degan ikki buyruqni qo'shib, buni saqlagandan keyin unumini ko'rsak, mana o'ttirib to'g'rilandi, xat cho'ngaydi, tag rangi seriq rang chiqdi. Diqqat qilish tegishli ishlar xarakter qiymatini inglizcha qo'sh tirnoq ichiga elib yozamiz. Agar qiymat ichida qo'sh tirnoq bo'lib qolsa, yolg'on tirnoq ichiga olsak bo'ladi. Masalan, men ana yurtni o'qidim degan misaldagi ana yurt qo'sh tirnoq ichiga ilingan, shuni buni yolg'on tirnoqning ichiga yozsak bo'ladi. Ko'p qism HTML elementlarning xat kuchlari. Class xarakteri buning qiymati elementning tur nomini belgilaydi. ID xarakteri buning qiymati elementning birdan bir ID nomerini belgilaydi. Style xarakteri bu elementning uslubini belgilaydi. Title xarakteri bu elementning eskartish uchun belgilaydi.